Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Sharsavt shahriga mana shu joyga buyurilish uchun kelganmiz. Bitgandan keyin bitta chiroyli video qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana kun ikkinchi bo'lishiga qaramasdan biz ishimizni yakunlab oldik. Qashqadaryo viloyati Sharsavt shahrida joylashgan ishimiz bu. Shkaf kesib berilgan. Changga ahamiyat qilmaysizlar, hali mebel tozalangan to'laligicha bo'lgan kiyim ulushi, pastda polkalari. Oynalarni ham birdan ustonovka qilib ketyapmiz. Keyin skochlarni yurib tashlashadi. Tomoniga ahamiyat qilasizlar. Polkalar ajoyib. Donkida polkalarni yaxshi mexanizmlarni qo'yib ekanmiz. O'zi mana sekin tortib yopib oladigandan. Bu tomon xuddi shunday. Kiyim-kechak uchun joy. Shkafimizning umumiy ko'rinishini hozir ko'rsatamiz sizlarga. Tak. Hali eshik chetiga ruchkalar qo'yilgani yo'q. Ba'zi bir sabablarga ko'ra 1.8 lik razmer kelib qolgan, shuning uchun shkafning umumiy ko'rinishi kaminay kamtarin.